O'quvchilar, bugungi mavzuyimiz 8-dekabr O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi qabul qilingan kuni. Konstitutsiyada bizni himoya qiluvchi moddalar va bizning vatan oldidagi burchlarimiz yozilgan. Ustoz, Konstitutsiyada maktab haqida ham yozilganmi? Ha, Konstitutsiyamizning 50-moddasida har kim bepul ta'lim olish huquqiga ega. Davlat bepul umumiy o'rta ta'lim va boshlang'ich professional ta'lim olishni kafolatlaydi. Biz kasal bo'lib qolsak, himoya qiladimi? Ha, 48-moddada har kim malakali tibbiy xizmatdan foydalanish huquqiga ega deb yozilgan. Kimdir tabiatga ziyon yetkazayotgan bo'lsa, nima deyishimiz kerak? 62-modda fuqarolar atrof tabiiy muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo'lishga majburdirlar. Bizning ota-onamiz oldida majburiyatimiz bormi? Ha, voyaga yetgan va mehnatga layoqatli farzandlar o'z ota-onasiga g'amxo'rlik qilishga majburdirlar. O'quvchilar, unutmang, Konstitutsiya hayotimizni tartibga soluvchi qoidalardir.